Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men bugun sizlar bilan birgalikda Honor X9 da telefonini obzor qilib bermoqchiman. Bu telefonimiz korobkasidan nimalar chiqadi va qanaqa xususiyatlari bor, shularni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Korobkasidan telefonimiz o'zi zavod tomonidan taqdim etilgan o'zi uchun maxsus chiqarilgan jihoz. Undan tashqari skripkasi ham bor. Adapter pitaniya tezkor zaryadlash xususiyatiga ega 66 vatlik va o'zini USB-A va Type-C ga mo'ljallangan kabel. Telefonimizni o'ziga keladigan bo'lsak, telefonimiz matrica stiklosi bilan jihozlangan, ya'ni matrica korpusi bilan jihozlangan. Telefonimiz 8 ga 256 xotirali, IP68 va IP69KA standartlari bo'yicha suv va changdan himoyalangan. Bundan tashqari telefonimizning akkumulyatori 8300 mAh bo'lib, 3 kungacha bemalol zaryadini yetkazsa bo'ladi. Undan tashqari orqa kamerasi 108 megapiksel, keng burchakli kamerasi esa 5 megapiksel. Frontalniy kamerasi, selfie kamerasi esa 16 megapikseldan tashkil topgan. Undan tashqari bu telefonimiz Sony Intellect bilan ham jihozlangan. Oldi ramkasi juda ham ingichka qilib ishlangan, 679 dyum. Juda ham katta, ham qo'lga ham ixcham qilib ishlangan. Bu telefonni 120 Hz da bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Buni protsessori Snapdragon 6 Gen 4 bilan jihozlangan. Qualcommdan. Bundan tashqari telefonimiz juda ham qo'lga ixcham o'ynashadi. Shu bilan bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatganingiz uchun sizlarga tashakkur.